Fatiha salovatini 1000 marta aytsa, Hazrati Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning tushida ko'radi. Kishi salovatlarni aytish va duolarni o'qish bilan Hazrati Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning tushida ko'ra olmasa ham ko'ngli o'ksimasin. Chunki Alloh taolo o'z zikriga, muqaddas kitobining tilovatiga, Hazrati Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga salovat aytishga, u zotni ko'rish ishtiyoqiga va bu ish uchun sabablarni bajarishga muvaffaq qilib qo'yganining o'zi har bir inson uchun ulkan baxtdir. Imom Tabaroniy keltirgan rivoyatda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday dedilar: Kimki menga bir bora salovat aytsa, Alloh unga 10 ta salovat aytadi. Kimki menga 10 ta salovat aytsa, Alloh unga 100 ta salovat aytadi. Kimki menga 100 ta salovat aytsa, Alloh uni nifoq va do'zaxdan ozod deb yozib qo'yadi va qiyomat kunida shahidlar bilan birga qiladi. Yana bir qisqa salovat haqida: Juma namozining azonidan oldin 1000 marta o'qilsa, jannatda behisob ne'matlar berilishiga vasila bo'luvchi salovat. Allohumma solli va sallim ala shafi'ina Muhammadin va ala alihi va sahbihi ajma'in. Allohim, sen yagona shafoatchimiz Muhammad va uning oilasi, sahobalari va barchasiga salovat va salom yubor. Sallallohu alayhi vasallam.